Assalomu alaykum. Oyog'ingiz kechqurunlari yonadi, tomir tortishadi va oyoqda shishlar kuzatiladi. Va ko'rgan paytda oyoqda bo'rtib chiqqan qon tomirlar, mayda yulduzsimon kapillyar tipidagi qon tomirlar kuzatiladi. Bu holatlar sizga tanishmi? Bu videoda men sizga oyoqdagi og'riq sabablarini, varikoz kasalligining turlarini va zamonaviy davolash usullari haqida va davolash narxlari to'g'risida mutaxassis sifatida to'liq tushuncha berib o'taman. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki bu muammoga e'tiborsizlik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Varikoz kasalligini o'z vaqtida davolash ham vaqtingizni, ham pulingizni, ham asabingizni tejaydi. Boshlashdan oldin o'zim haqida qisqacha tanishtirib o'tay. Men Hamdamov Ulug'bek Ro'ziyevich 18 yillik ish tajribasiga ega qon tomir xirurgi va filologman. Buxoro shahrida joylashgan Varikoz Of klinikasi asoschisi va rahbariman. Bugungi kunga qadar varikoz bilan og'rigan 20 mingdan ortiq bemorlarning varikozdan xalos bo'lishiga yordam berganman. Lekin men bugun sizlarga shifokor sifatida emas, varikoz bilan og'rigan bemorlarni ko'rgan va ularning qanday azoblanishini kuzatgan mutaxassis sifatida bir maslahat bermoqchiman. Chunki varikoz ko'pchilik e'tiborsiz qoldiradigan, lekin vaqt o'tishi bilan jiddiy oqibatlarga olib keladigan kasallikdir. Keling avval tushunib olaylik. Bu muammo qanday paydo bo'ladi? Oyoq venalarining asosiy vazifasi qonni pastdan yuqoriga olib chiqish. Lekin bu gravitatsiyaga qarshi ishlaydi, ya'ni qon pastdan yuqoriga oqqan paytda qayta tushishi mumkin. Shu uchun aynan vena qon tomirlari ichida klapan bo'ladi. Ya'ni klapan pastdan yuqoriga oqqan qonni qaytib pastga tushishiga qaytib yo'l qo'ymaydi. Bunda klapandan qon o'tadi, klapan yopiladi. Yana klapandan qon o'tadi va klapan yopiladi. Varikoz kasalligida esa bu o'sha klapan funksiyasining buzilishi hisobiga qon tomirlar devori yupqalashib, u yerda burmalar paydo bo'lib va varikoz kasalligi sekin-asta rivojlanadi. Lekin yillar o'tishi mobaynida bu irsiyat bilan bog'liq bo'lishi mumkin, homiladorlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bir joyda tik turish yoki og'ir mehnat qilish natijasida qon tomirlarining devori yupqalashishi natijasida ichkaridagi klapanlar o'z funksiyasini yo'qotadi va qon qaytib pastga tushish natijasida qon tomirlar devori yupqalashib, bu yerda varikoz kasalligi rivojlanib ketadi. Va bu faqat ko'rinish muammosi emas, bu venoz yetishmovchilik deb ataladigan ichki kasallikdir. Bu o'z-o'zidan o'tib ketmaydi, vaqt o'tishi bilan yomonlashib boradi. Ko'pchilik og'riq kuchli emas, kutaveraman deydi. Men sizga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Bu davolanmagan varikozning keyingi bosqichi. Bu venoz trofik yara. Bosim uzoq vaqt davomida teri ostidagi to'qmalarda o'tadi. Teri qorayadi, qalinlashadi, keyin yara ochiladi. Ba'zi bemorlarda bu yaralar oylab, hatto yillab tuzalmaydi. Bunday holatda davolash oddiy proseduradan ko'ra ancha murakkab, ancha uzoq va ancha qimmat. Vaqtida kelgan bemor 35-40 daqiqada bu muammoni hal qiladi. Agar yaralar bilan kelgan bemorlar oylab kasalxonalarda davolanadi. Shuning uchun men doim aytaman, varikozda kutish bu vaqtni ham, pulni ham, sog'liqni ham yo'qotishdir. Endi varikozning turlarini bilish muhim. Chunki varikoz kasalligining turlariga qarab aniq davolash usullari tanlanadi. Birinchi tur magistral varikoz, eng katta, ko'zga yaqqol ko'rinadigan bo'rtgan venalar ko'pincha son va boldir bo'ylab ketadi. Oyoqdagi og'riq, kechqurungi shish asosan mana shu turdan keyin kelib chiqadi. Ikkinchi tur retikulyar venalar, ko'kimtir yashil rangdagi ingichka venalar ko'zga tashlanadi, lekin katta bo'rtib chiqmaydi. Yonish, qichishish, noqulaylik beradi. Ko'pchilik buni e'tiborsiz qoldiradi. Holbuki bu ham davolashni talab qiladi. Uchinchi tur teleangiektaziya, ya'ni o'rgimchak venalar. Teri yuzasida juda mayda qizg'ish yoki ko'k tomirlar. Ko'pchilik kosmetik muammo deb qabul qiladi, lekin ular ham venoz bosimning belgisi bo'lib davolanishni talab qiladi. To'rtinchi tur chuqur venoz yetishmovchilik, eng jiddiy muammo. Ko'zda ko'rinmasligi ham mumkin, lekin teri qorayishi, doimiy shish, qattiq og'riq va tuzalmaydigan yaralar mana shu turning asosiy belgilari hisoblanadi. Bu bosqichning oldini olish uchun vaqtida vrach-filologga murojaat qilish zarur. Sizda varikoz kasalligining qaysi tur ekanligini faqat ko'z bilan ko'rish bu yetarli emas. Shu sababli bu holatlarda varikoz kasalliklarini Doppler tekshiruv yordamida ko'rib, bunga aniq diagnoz qo'yish mumkin. Endi eng ko'p so'raladigan savol bu qanday davolanadi? Ko'pchilik operatsiya so'zini eshitib qo'rqib qoladi, chunki bu narkoz oldinlari narkoz bilan qilingan, kesib qilingan, to'shakda yotganlar uchonlab. Shu uchun bu operatsiyalardan qo'rqishadi. Men sizga shuni aytamanki, oldinlari varikoz kasalligi kesmalar yordamida, narkoz bilan oylab to'shak rejimida yotib davolanganlar, hozirgi paytda esa zamonaviy filologiyada bu 30-35 daqiqada zamonaviy endovenoz lazer usulida davolanadi.
Birinchi usul endovenoz lazer obliteratsiya usuli. Bu katta magistral venalar uchun asosiy usul. Qanday amalga oshiriladi? Mahalliy og'riqlantirish beriladi. Tish shifokorlarida kabi kichik inyeksiya. Ultratovush nazorati ostida vena ichida ingichka lazer kiritiladi. Lazer energiyasi venaning ichki devorini muhrlaydi. Vena yopishadi. Qon o'z-o'zidan sog'lom venalarda yo'naladi. Davolagandan vena bir necha hafta ichida yo'qolib ketadi. Hammasi 35-40 daqiqa. Umumiy narkoz yo'q, kasalxona yo'q. Xuddi shu kuni uyga ketasiz. Ertasi kuni odatdagi hayotingiz. Muvaffaqiyat darajasi 99%. Men har bir bemordan eshitadigan savolim bu jarayonlar og'riq bilan kechadimi? Yo'q, albatta. Har bir endovenoz lazer obliteratsiya qilayotgan bemorlarimizda bu og'riq sezilmaydi. Hatto ba'zi bemorlarimiz bu jarayonni bajarayotgan paytimizda uxlab qolishadi. Hech qanaqa og'riqni sezishmaydi. Ikkinchi savol, qaytib takrorlanadimi? Lazer bilan davolangan venalar umuman qaytib takrorlanmaydi. Agar sizda moyillik bo'ladigan bo'lsa, agar rivoya qilmasangiz qaytib boshqa tomonlardan chiqish ehtimolligi bor. Keyingi savol, amaliyotdan keyin oylab ishga bora olmaymanmi? Yo'q, albatta, lazer amaliyotini bajargandan keyin ertasi kuniyoq bemalol oldingi ish faoliyatingizga qaytishingiz mumkin. Endi men sizga varikoz kasalligi bilan davolagan bir nechta bemorlarni natijasi bilan bo'lishaman. Hozirgi vaqtda klinikamizda narxlar haqida aytib o'tadigan bo'lsak, Doppler tekshiruvi va ko'rik bu 150 ming so'mdan 200 ming so'mgacha, endovenoz lazer obliteratsiyasi 5 million so'mdan 8 million so'mgacha, skleroterapiya muolajasi esa bitta seansi 500 ming so'm tashkil qiladi. Lekin siz bu videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun sizga yaxshi xabarimiz bor. Bu videoni tomosha qilayotgan birinchi 30 ta bemorga konsultatsiyamiz bepul. Bu konsultatsiyaga to'liq klinik ko'rik, Doppler tekshiruvi va shaxsiy davolash rejasi kiradi. 30 ta o'rin, joylar chegaralangan. Agar oyoqlaringizda bo'rtgan qon tomirlar, shish, kechalari tomir tortishlar bo'ladigan bo'lsa, endi nima qilish kerakligini o'zingiz bilasiz. Yana bir yil kutmang. 30 ta joydan bittasini siz band qilish uchun video tagida joylashgan havoladan o'tib, ism familiyangizni va telefon nomeringizni qoldiring. Bizning jamoamiz siz bilan bog'lanadi. Bizning ish vaqtimiz dushanbadan shanbagacha, ertalab 9:00 dan 18:00 gacha. Biz sizni Buxoro shahrida joylashgan Varikoz Off klinikasida kutib qolamiz. Sog'lom bo'ling.